Juda qashshoq oiladan chiqib, tarixdagi birinchi milliarder futbolchiga aylangan Cristiano Ronaldo to'g'risida ko'pchilik bilmaydigan 3 ta fakt. U juda ham qashshoq oilada o'sgan. Ota-onasi, aka-ukalari bilan birgalikda juda ham kichkina uyda yashashgan. Onasi ham farroshlik, ham oshpazlik bilan shug'ullangan, otasi bog'bonchilik bilan shug'ullangan. Sharoit shu qadar og'ir ediki, hattoki Ronaldoni onasi homiladorlik vaqtida abort qildirmoqchi bo'lgan. Uning maktab davrlari oson bo'lmagan. O'qituvchilar bilan kelisha olmasdan maktabdan haydalgan. Lekin maktabdan haydalgani u uchun xayrli bo'lgan. Chunki aynan o'sha yili Lissabondagi futbol akademiyasiga o'qishga kirgan. 15 yoshda yana bir og'ir qiyinchilikka duch keladi. Unga shifokorlar tomonidan yurak xastaligi tashxisi qo'yiladi va muvaffaqiyatli operatsiya bo'lib o'tadi. Agar o'sha vaqtda muvaffaqiyatsiz bo'lganida operatsiya, hozirgi kunda balki buyuk futbolchi bo'lmas edi. Agarda hoziroq Millioner Mediaga obuna bo'lmasangiz, ehtimol bizni balki ko'rmassiz. Agarda obuna bo'lgan bo'lsangiz, tabriklayman, endi har kuni aqlan o'sib borasiz.